Hormaylar, charchamaysizlarmi? NMR model so'rayotgandinglar. Nechta kerak bo'ladi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Albatta bu hazil azizlar. NMR modelimizda bu kelgan modellarimizni bitta katta korxona bilan tashkilot bilan shartnomamiz bo'lganda, o'shani hisobiga chiqarib berganmiz. Xudo xolasa sotuvga keladigan NMR modellarimizni may oyining boshidan sotuvga chiqadi. Ungacha sizlar boshlang'ich 30% to'lovini qilib qo'yib, navbatga tursanglar bo'ladi. Bu sizlarga nima beradiki, o'sha mashina chiqishi bilan aynan birinchilardan bo'lib olasiz. Sizlarga ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. NMR modelimizda bizda eng ko'p sotiladigan modellardan biri bu nimagaki, shaharda shaharbob avtomobil hisoblanadi, gruzovik hisoblanadi. Znak запрещенlarga bemalol kira oladi. Bortini uzunligi 420 bo'ladi, eniga 190 va bo'yiga 170. Yuk ko'tarish qobiliyati 2 tonna oshiq. Xo'p. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, ichki qismimizda agarda obshivka qildirmoqchi bo'lsanglar, ikkita yon va tepa qismi obshivka qilinadi. Pol qismi shart emas, chunki Samarqand avtomobil zavodidan o'sha tekstalitit materiali qoplangan bo'ladi pol qismiga. Xo'p, kuba o'lchamiga keladigan bo'lsak, 16 kubani o'z ichiga sig'dira oladi ushbu avtomobilimiz. Endi sizlarga salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi ko'rib turganinglardek anchagina komfort qilib ishlangan. Yon oynalar o'sha elektronli ko'targichlar, tushirgichlar. Xo'p. Bokovoy oynalar ham elektronli burilish sistemasiga o'tgan va bu yon oyna, bokovoy oynalarni qishda o'sha qizitib qo'yish sistemasi ham mavjud. Aynan mana shu knopka bilan qizitiladi. Xo'p, yana qulayliklarga keladigan bo'lsak, konditsioner bor albatta. Anchagina muzlatadi. Magnitofon sistemasi. Qulayliklari anchagina keng. Bemalol uzoq yo'lga sizni umurtqangizga ortiqcha nagruska tushirmaydi. Xo'p, uzatmalar qutisiga keladigan bo'lsak, uzatmalar qutisi 6 pog'onadan iborat bo'lib, 5 ta oldinga harakatlanuvchi va bitta orqaga. Ushbu avtomobilimiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, aynan bu avtomobilni 100% to'lov evaziga olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hozirgi kundagi narxi 475 million so'mni tashkil qiladi. 100% to'lovga mablag'inglar bo'lmasa, buni boshlang'ich to'lov 25% avtokredit bilan ham olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Buni 25% taxminan 140 million so'm atrofiga to'g'ri keladi. Buning uchun bizlarga telefon qilib bemalol ma'lumot olsanglar bo'ladi. Sizlar bilan 7:24 ga aloqada bo'lamiz, xudo xolasa.